Assalomu alaykum Instagram ishqibozlari. Aka-ukalar, mana Xudo xolasa Bolgariya davlatini 25-kuni inshaalloh yotoqxonalarimiz bu 3-etaj. 3-etaj 32-xona. 2 xonali uyda 2 kishi yotibmiz. Bu yoqda sherigimning joyi, bu yoqda meni joyim. Mana bu yoqda konditsioner отдельный. Mana bu yoqda konditsioner. Hop, mana televizor. Bu yoqda mening televizorim. Mana aka-ukalar 3-etajda yotoqxonamiz ko'rishingiz mumkin.